Assalomu alaykum aziz hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar. Yana bugungi bizning ishlarimizdan birisi ограждение ishlarimiz bitdi. Xudo xolasa eshikimiz ham bitdi yana. Zinamiz ham bitdi. Eshiklarimiz kraskadan chiqdi. Yana beklanishini e'tibor beramiz. Kraskalarimiz ham, ограждениyalarimiz ham bitdi, xudo xolasa. Ondan ham bir ko'rsatib olamiz. Zinamizni ozgina ishi bor, lekin почти 90% bitdi. Shunday xizmatlar kimga kerak bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldiramiz, bir like bosib qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar.